Alloh subhanahu va taolo Qur'oni azim shanda yana shunday bir oyatni nozil qildiki, astag'firullah. Vaylun likulli humazatin lumaza. Vaylun, vayl jahannamning bir nomi. Jahannamning bir nomi vayl. Likulli humazatin lumaza. Kishilarning ortidan g'iybat qiladigan, oldilarida masxara qiladigan odamlar bilan to'ladi o'sha jahannam. Alloh taolo Qur'onda buni ochiqgina marhamat qildi Humaza surasida. Vayl jahannamning bir nomi, unga odamlarning ortidan g'iybat qiladigan, oldida masxara qiladiganlar tushadi. Buni hech kim inkor eta olmaydi. Ya'ni ko'p ta'na qiluvchi, yo'q odamni izidan uni xulqini g'iybat qiluvchi, tepada aytganimizdek. Tepada aytdik, jahannamning bir nomi vayl. Mana shu jahannam mana shunday insonlar bilan to'ldiriladi.